Salom mo'minlar, assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz sizlar bilan yana o'sha eski serialning davomini tomosha qilamiz va muhokama qilamiz. Ya'ni Odilxon va To'ktarning jangi yaqin oylarga uyushtirilmoqda. Kommentariyada havola bor, kiramiz Telegramga. Telegramda ham havola bor. Kirib iPhone promokodini kirgizsangiz 10 million so'mga ega bo'lasiz. Sizlarga omad tilayman, chunki omaddan boshqa hech narsa yordam bermasligi mumkin. Kecha do'stlar, To'ktar o'z Instagram sahifalariga Odilxonga javob qaytardi. O'zi ozgina bir necha kun tinch turdi, ya'ni hech kim javob bermayotgandi. To'ktar ham va nimagadir endi u yana boshladi gapirishni. Bo'lmaydi odamni qattiq ket. Odilxonning fanatlariga arналады. Сендердің кумирларыңа не үшін шапалақ бергенімді түсіндіріп беремін қазір. Мынау келесі көрсететін записьтарым, скриндарым, қазір телефонды 10 минут шұқылап отырып тауып алған нәрселерім. Егер мен 3-4 сағат шұқылайтын болсам, оскорбление, 1,5 жылда жасаған оскорблениесі мынадан. Мені оскорблять еткеннен басқа ештеңе істемеген ол. Мынау біріншісі, менің суретімді репост жасап сторисына подписчиктеріне ЛГБТ флагын қалдырып кетіңдер деп призыв жасаған. Олар маған ЛГБТ флагын қалдырған, гей деп жазған, транс, леди, бой, неше түрлі бәлен жазып тастаған ғой. Мынау екіншісі. Bu safar bu pozada emas, qaysi pozaga tayyorlaning? Qanday pozada urayын дейді. Поза осына гейскийдің айналасында оскорблениесінің бәрі. Еркек адам шыдамайды ондай оскорблениеге. Үшіншісі, Ani boshingga tepib, izdivosiya qilgan odam bilan сенің басыңнан итеріп, теуіп издеваться еткем деп тұр ғой. Қазір тапқаным мен. Қанша 1,5 жыл бойы қаншама нәрсе айтты. Мен соны жұтып жүрдім. Қойшы, ладно, қойшы. Көрдім ғой мен бұны қанша рет турнирда еще. Көрдім, барған жоқпын, бірақ қойшы, жүре берсінші, ладно. Осы жолы өзі кеп тұр ғой маған. Өзі келіп, издеваться етіп тұр ғой. Мен қаншама оскорбление жасадым саған. Не істеп аласың маған? Мен смело мен сен алдында тұрмын міне деп. Қалай шапалақ бермейсің бұған, айтшы. Бір шапалақ аз бұған. Трэш-токты өйтіп жасауға болмайды. Наличность переходить етуге болмайды. Гей, транс, еркекті үйтіп оскорблять етуге болмайды. Естеріңе сақтап алыңдар. Мынаның ошибкасы. Наличность переходить. Енді қазір истерика жасап отыр. Бірақ шапалаққа бола. Енді ананың сөзін сөйлеп атқандар, анаған айтыңдар, не үшін шапалақ алғанын түсіндіріңдер. Түсіндіріп айтыңдар, бұлай істеуге болмайды. Оскорблять етуге болмайды адамды. Қатты кетіп қалғансың. Болмайды адамды. Қатты кетіп қалғансың. Сәл жерге түс деп айтыңдар оған. Eshitdilar, To'ktar xullas Odilxonga nima uchun shapaloq urganini tushuntirib bermoqda-da. Shuncha yildan beri gapirding, haqorat qilding, geyga chiqarding deb juda ham ko'p mana shunaqa narsalarga e'tibor qaratib murojaat qilgan. Va mana shu uchun shapaloq urdim, aslida bu ham kam edi deb videosida aytib o'tgan. Bu murojaatlaridan keyin bir necha soat o'tib, albatta bizni jangchimiz Odilxon javob qaytardi. O'rtoqlar, To'ktar shakallik qilganini oqlash uchun kecha kechqurun video qo'yibdi. Meni Lady Boy degan, haqorat qilgan, men o'shaning uchun tiqib qoldim deb. Alloh taoloning oldida yuzimiz yorug', o'shaning uchun bizni chiroyli javobimiz bor. Lady Boy deb istoriya qo'yganimga kelsak, bu narsani juda yaxshi eslaydi u. Mart oyida 2024-yil jangimiz bo'ldi. Fevralda esa oyog'im chiqib ketdi. O'rtoqlar, men bo'yda atkas qilmoqchiman. Oyog'im chiqib ketdi, travmam bor desam, bu o'zining istoriyasida Odilxon bo'yda atkas qilmoqchi, xatin deb yozinglar dedi. Mana ko'rib turganinglardek, qozoq qardoshlarimiz menga juda ham ko'p mana shunaqa so'zlarni yozgan. Jarohat olgan odam sizlarda xotin bo'ladi. Tushunarli. Boshqa videolarga keladigan bo'lsak, hammasi bunga shunchaki javob, har bitta qilgan harakati uchun. Kamil bilan bo'lgan podkastida meni obunachilarimga nisbatan, meni kuzatuvchilarimga nisbatan gapirilgan gap. Ни одного узбека не видел, который сказал Odilxon красавчик. Не, маленькие дети говорят, дети вот эти, да. В Ташкенте был, здесь, узбеки. Meni haqorat qil, meni so'k, men haqimda nima desang de, kerak bo'lsa ko'rishganda yana najdan ketib qol, lekin meni obunachilarimga, meni podдержкамga bunaqa isqirt gaplaringni aytma. Sani Lady Boyligingga faktlar juda ham ko'p. Bitta videoga sig'maydi. Oddiy misol, kecha istoriya qo'yding, mana Toshkentga boryapman degan mazmunda. Lekin 300 metrdan keyin razvorot bor ekan, o'sha razvorotdan qaytishingni men sezgandim, men bilgandim, odamlar bilmagan u narsani. Men oyog'im chiqib ketsa ham, atravleniya bo'lib qolsam ham,
jang qildim-ku, sen qochib yuribsan hamma jangdan. Kamilning o'rniga sen bilan BMFga men urushim kerak edi. Mana javob berib aytaman. O'rtoqlar eslab qolinglar, mana shu videoni saqlab qo'yinglar. Sentyabrda urushamiz Odil bilan dedik-ku, bu hech qachon O'zbekistonga kela olmaydi. Faqat buni mahallasiga borib urushib kelish kerak, faqat buni uyiga borib urushib kelish kerak. Sen podkastlaringda rosa o'zing ko'rsatasan-ku. Jo'shan sirtqani. Chiqasizmi sirtqa? Xuddi shu o'zing ko'rsatishingni. O'g'il bola bo'lsang qani? O'zbekistonda ham qichi. Men har doim o'zimni bosganman. Har safar Andishani otini qo'rqoq qo'yding. Har safar hammasi jangda hal bo'ladi dedim. Bu safar sentyabr oyi deding. Men sentyabrda kutaman. Lekin men javob beraman, bir narsalarni bahona qilasan-da, O'zbekistonga kelmaysan. Seni uyingga borib, katagingni ichida urushib ket. Saturnga Gentradan boshqa narsang yo'q deb, menga Xitoy ochki taqasan deyishni bilasan. Sen endi odam bo'lib qolding. Senda qiyinchilik, senda sinovli kunlar bo'lmagan, to'g'rimi? Ikkinchi video ham tez orada qo'yiladi. Faqat unisi sal jo'skiroq bo'lishi mumkin, ogohlantirib qo'ying. Senga oqlayman, mana shu qilgan shakalliging uchun qanaqadir ma'noda men o'zimni oqlab ketaman deb o'ylaman. Odamlar ahmoq emas. Aytgancha yana bir marta qayta eslatib qo'ying, bu o'zini katagidan tashqariga chiqa olmaydi. Bunga zaparlo emas gapirib turib qaytib ketish. Biz-ku har qanaqa vaziyatda jang qilamiz, lekin bu sentyabr degan gap uchun ham, o'sha Toshkentda bo'y bo'ladi degan gap uchun ham hech qanaqasiga javob bera olmaydi. Shunday ekan, время покажет. Tarjimasi hammasini vaqt ko'rsatadi. Bu videolardan keyin qanaqa xulosa qilish mumkin aytaymi? Men bu konfliktda do'stlar, to'g'risi Odilxon yutyapti deb o'ylayman. Chunki birinchidan Odilxonning argumentlari kuchliroq To'ktarnikidan ko'ra, mana ko'ryapsizlar, o'zi Odilxon ham keltirib bergan, To'ktar ham o'zi haqorat qilgan, o'zi xuddi shunaqa hypedan, ya'ni trash talkdan foydalanadi, Odilxon ham xuddi shunaqa javob qaytaradi unga. Lekin To'ktar bu yerda albatta nima deydi, auditoriyasini manipulyatsiya qilyapti desak ham bo'ladi Odilxonga nisbatan va xullas hozir hamma bir-biriga qarama-qarshi, uni auditoriyasi bunga, uniki bunga. Shaxsan meni pozitsiyam Odilxon tarafda, chunki birinchidan To'ktardan Odilxon kuchli deb bilaman. Ayniqsa kurashda, balkim stoykada ham bizni hayron qoldirishi mumkin Odilxon. Noodatiy jang o'tkazganiga qaramasdan umuman oldingi janglarida. O'shuning uchun Odilxonga men lichni ko'proq nima deydi, stili yoqadi uniki va To'ktarga haqiqatda og'ir jang bera oladi. Endi To'ktar do'stlar Toshkentga kelmoqchi edi, lekin kelmadi nimagadir. Soni biz sentyabrda sheshamiz. Sentyabrda Toshkentda turnir bo'ladi. Men poyezd olib kelim. So turnirga. Konga qo'yamiz poyezdni. Сол кезде sende o'z poyezd olатын мүмкіндік bo'ladi. Так что sen лучше dayındal. Жақсы bo'y o'tkazaylik. Kim mixta sol alsin mani. Ammo mana mashinada o'tirib o'sha mana kamar turibdi, sentyabrga jangni qabul qil deb yotibdi, lekin nimagadir haligacha jang noma'lum, lekin men o'ylayman mana shu sentyabrda To'ktar Toshkentga kelsa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin Odilxon aytgandek, u keladimi savol. Kelmasa albatta To'ktar qo'rqyapti deb o'ylashinglar ham mumkin da, chunki Odilxon aytib o'tgandek, u faqat uyida urushni biladi da, o'shuning uchun agar Toshkentga kelsa albatta To'ktar o'ziga yarasha hurmatga sazovor bo'ladi va uni biz ya'ni Odilxon chiroyli qilib kutib oladi degan umiddamiz-da. Mana shu jang chiroyli o'tib Odilxon g'alaba qozonadi deb o'ylaymiz. Lichna men imonni Odilxon tarafdaman hozircha. Sizlardan ham intibos qilib qolgan bo'lardim do'stlar, To'ktarga jangni qabul qil, Toshkentdagi jangni deb yozishinglardi, chunki bo'ldi-da, Odilxon ha deb u yoqqa borib urushaveradim. U ham kelsin, u yerda jang o'tkazsin va ko'raylik. Babshe qanaqa bo'ladi. Va shuningdek Odilxonga ham yozamiz, u ham jangni tezroq qabul qilsin, kontraktlarga qo'l qo'ysin, oktagonda urushmayman demasdan va ularning jangini ko'raylik va nuqta qo'yaylik bu konfliktga. Kommentariyada fikrlar yozinglar, sizlar nima deb o'ylaysizlar bular haqida. Meni esa gaplarim, ichimdagi gaplar shunaqa edi. Mana shuni gapirmoqchi edim do'stlar. Like va kommentariy yozib obuna bo'lamiz, chunki qaynoq xabarlar bizda chiqadi birinchi bo'lib. Sizlar bilan Aybxon bo'ldi, hammalarga omad.